Assalomu alaykum obunachilar, sog' salomat yuribmisizlar. İşimiz bitti yine. Xudo xolasa bir narsa qarab pishirganda kelamiz endi. Görünüşü, общий görünüşü. Xudo xolasa. Yani gaz plita kichkina 2 gözü sığdırdık. Рабочий stol. Ortada mangal koyuldu yine. Chiroyli. Son 8-9 kilo palov qozon, 30 litr suv oladi. Bu yanda moyka, o'rtasida рабочий stol bor. Yo'q, birovinglar qarshi tashlab boraveramiz yana shunday dalani. Xudo xolasa ishlarni. Like'larni bosib. Görünüşü, içlerim.